Assalomu alaykum hurmatli andijonliklar. Mana bugun yana bitta obyektimizga keldik. Multifilitga trubkalar tashalgan, xudo xolasa chiroyli bo'lib. Remontlari ham bitish jarayonida ekan. Xudo xolasa mana yerlardan toshab o'tib ketdik. Buni qaytib remont qilib bo'lmaydi. Trubkalarni xudo xolasa moshni qilib tashalyapti. Suvlarida tiqilishlar, konditsionerda muammolar bo'lmaydi, xudo xolasa. Avgust konditsioner qo'yib beradigan bo'lyapmiz bu obyektimizga. Mana suv shlankalarni kanalizatsiyaga ulaganmiz. Mana bu tomonlarda ham o'rnatilgan, xudo xolasa. Devorni o'yib yerdan olib o'tib ketamiz. Chunki bu xonadonda taydan stasha qilinadigan bo'ldi. Plitani ustiga stasha qo'yib ko'milib ketadigan bo'ldi. Kimda-kim shunaqa muammolarga duch kelayotgan bo'lsa murojaat qila olasizlar hamda yaqinlaringlarga yuborib qo'yasizlar. Hammanglarga e'tibor uchun